شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarındaşlar, biz bugün tefsir dersimizden Sure Baqara'nın 209. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah subhanahu wa ta'ala ya eyyuhellezine amanu dukhulu fis-silmi kaffe ve la tettabi'u khutuwatiş-şeytan innehu lekum aduwwun mubin degan ayette mu'minlarga nisbatan dinga qanday muomala qilish, bu din yo'li ilahiy ta'limotning atrofida nurg'un shaytonlarning ozdirish yo'llarining borligini deb bo'lgandan keyin bizga alohida bir eskartish shaklida da'vat qilib bugun astaizu billah fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat fa'lamu anna Alloha azizun hakim. Yani agar sizlarga hamma masala oydinlashib, ro'shanlashib, bu yo'lninki insoniyat hayoti uchun, inson jamiyati uchun eng foydali yo'l ekanligini, insonning hayoti buning bilan baxtli bo'ladiganligi oydinlashib bo'lgandan keyin, bilib bo'lgandan keyin yana yo'ldan chiqsangmi, bu yerda bir isbotlanish masalasi bordek. Bu yo'lning haqiqiy yo'l ekanligiga oydinlashadigan bir masala bordek. Yo'ldan chiqsanglar fa'lamu annalloha azizun hakim. Alloh g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi deydi. Hamda oyatning ichidagi Alloh subhanahu va taolo qo'llangan bir ifoda zalaltumdagi zilla iborasi asli lug'at ma'noda har qanday narsaninki o'z yo'lidan, o'z istiqomati, yo'nalishidan chiqib ketishini biz arabchada zalla degan so'zlar ifodalaymiz. Bu yerda ya'ni yo'ldan chiqib ketsanglar degandek bir ma'no ifodalanadi. Undan keyingi oyatning oxiridagi min ba'di ma ja'atkumul bayinat degini Alloh subhanahu va taolo mush yerda bizga shuni ifodalayotdiki, Alloh insonga aql deb bir narsa bergan. Insonga aql bergan. Inson aqli orqali normalda mantiqiy nuqtadan aytgan vaqtida sağlam şekilde işletip aqlini o'zi söz sahibi olgan bu zeminin xarakteri, o'zining hayotining xarakteri, nereden kelgan, nega ketayotgan, qanday yo'lda mangsi bo'lganligini asli topa oladi inson o'zining aqli bo'yicha. Ammo shunda turib Alloh subhanahu va taolo bizga rahmat qilish uchun bizni aqlimizga tashlab qo'ymay, bizden o'ylanib bir ish qil, tafakkur qillan deb qo'ymay, aqlimizning sirtida yana bizga nurg'un masalani bayon qilib berdi. Yo'l mavu, mangmaydigan yo'l mavu, nishon mavu, mayaga qarab mangsa degandek. Ya'ni mashta Alloh subhanahu va taoloning ko'rsatmasidan keyin yana qarashib qolsa degandek ma'noda. Masalan, inson asli aqliga tayansimi, sog'lom, tabiiy, doğal aqliga tayangan taqdirdami meselenin asıl to'g'ri shakliga yetib bora oladi inson. Ammo inson ba'zi xarakter, yaratilma tabiiy jihatda insonda bir xil erkinlik, tanlash ixtiyori berilgan bir ahvol bo'lg'achqa, ba'zida insonning to'g'ri aqlini, o'zining havisi, xohishi besib olib başka yoqqa so'rab ketadigan ahvol oldu. Bu yüzden Allah'ın bu rahmeti insanlığı olsun. Allah bizge kitap ve peygamberini aqlimizden sırt yetekçi asasda tushirib berdi.
Hatta eğer peygamber düşmegen ahval aslında, kitap kemigen ahval aslında men azaplamayman dep Sure İsra'nın 15. ayetinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Peygamber evetmesimiz, azaplamayımız yani cezalamayımız ötközgen hatalığa karta dedi Allah subhanahu ve taala. Bunun hemmisi Allah subhanahu ve taala'nın insanga yani özünün bendeski kalan bir merhameti. Emniyette nurgun işlerini Allah subhanahu ve taala insanga taşlap verdi. Yani üzerine fikir kıl. Üzerine müşahede doğruya izlendir. Kırvatımız cahan şunçilik terakki kıldı ki bu insanın aklının mahsulatı. Her işini büyük ortaya çıkardı, her işini bayıkladı, her işini icat kıldı. Büyük neticelerini kolga keltirdi. Allah bunu insana taşlap verdi. Bu şu demek ki ayet ki insan asli aklı sağlam işlese, mantıki şekilde işlese, tabii haletinin, xahiştin sağlam, xahiştin hali, köngel hevesini kendine kirmegen şekilde aklını işletse, normal, doğru hakikatini tepip çıkan insanın aklı asli qadir. Tarihga qarab baxsak, o'tmishda Umar radhiyallohu anhuning tarihi bununla nispeten bizge nispeten şahit bo'lalaydi. Umar radhiyallohu anhu hayotida nurg'un takliflarni o'tirib qo'ydi. Rasululloh ba hayot vaqtida. Nurg'un fikrlarni berdi. Rasululloh bununga qo'shildi. Bunun qarta Qur'on, mushu shaklda Qur'on tushdi. Deyishi mumkin ba'zilar. Nimanda bu fikirlerini Peygamber aleyhisselam vermeyi Ömer radıyallahu anhu bir dese, Peygamber aleyhisselam o fikirlerini verse, hiç kim ona nispeten hayran kalmaydı. Bir bir biz ifadelemek çok nokta çıkmaydı. Çünkü Peygamber aleyhisselam Cibrail'den görüşüp durdu, masum, vahiy uçup durdu. Ama Allah bu yerde bizge şunu bildirdi ki, şunu demekçi ki, sağlam akıl doğru hükümünü asli tapalaydı. Yani pak olan vaxtda, xahişdən xali olan vaxtda, şəxsi mənfəətçilikdən xali olan vaxtda doğru hükümge baralaydı. Gerçi vahiy olmagan təqdirdimi? Məsələn, Ömer radıyallahu anhu'nun ki şu hayatıda ibbağa nurgun iş izleri bugün gündeki şərəqşünaslarını, din düşmənlərini bək eğir nemegi salıdı, çildirdi deyimiz. Yani bək açıqlandırdı. Məsələn, neymi o da sağlan? Bir adam, mesela Peygamber aleyhisselam, Peygamber onu tutulan vahiy deb turib nurgun nesne oturup koyuyordu. Anlakin Ömer radıyallahu anhu masum insan emas. Onun vahiy kelmeydi. Ama özünün sağlam boğan aklını işqi selib, xahişinin kendiga kirmegen aklını işqi selib turib, nurgun doğru hükümlerini, doğru prensip, doğru adaletlerini yürügüzeleydi. Biz bu yerden şunu xulaslab çıkımız ki, asli insanın sağlam tabiati insanın din deməngişini talep kıldı. Bu noktadan Ömer radıyallahu anh'ın qığalları ama din düşmanlarına nisbeten nəhayət bir eğri reddiye bulalaydı ki davamlıq biz adalet babıda, hüküm babıda, nizam babıda, tüzülme babıda Ömer radıyallahu anh'ın gibini qığınımızda bunlar açıqlab Ömer'den başka adamın yok mu degендek bir geplerini kılıyordu. Çünkü Ömer radıyallahu anh'ı Resulullah'ın ki şu öz vaxtidagi mektebide insan bugünkü atalığı olan desek terbiyelendi. Ömer radıyallahu anhu degen gepler, oturup olan geplerini Resulullah'tın ağan çenç, yak Resulullah'tın ağan yol prensip bilen özünün aklını taynıp çıkargan. Bunu Ömer özümü ihra kılıyordu. Ma Ömer levlel İslam. İslam olmagan olsa Ömer bulmaydı dedi. Yani biz Ömer'ni insan deb durup Ömer'den kalan etkenlerini, degen gep sözlerini, iş izlerini pak süpüde işletimiz. O peygamber emas. Ömer'de insanda bulunduğun her qanday ahval buludu. Vahiy kılınmaydı, masum emas. Yani bu noktaların hemini ben bu şekilde dedim, nemi üçün dese, bir Allah subhanahu wa ta'ala bizge şunu demekçi ki, aklını işlet demekçi. Aklını işlet. Aklın sağlam olsun. Xahişinni aklından ayrığın hemmine Ömer olurlar. Yani texim eşkiliga vaqtimizda din
әпкәген bütün təlimatlar, Qur'an əpkəgen təlimatlar, Peyğəmbər əpkəgen təlimatlar insanın əsli təbiiti, əsli xarakteri və insanın sağlam əqliga yat nəsə emas. Yoki qarşı nəsə emas. Umar radiyallahu anh özünün sağlam təbiiti bilan to'g'rini topadi. Rasululloh aytdi ki, uni qildi, buni qildi deydi. Vahiy shu shaklda tushadi. Ya'ni bir narsani xulosalasak, din bizga na ruhiy jihatdan, na jismoniy jihatdan ig'ir qiladigan bir narsa taklif qilgan emas. Aksicha, dinning kelishi bizning aqlimizni xohishimizdan himoya qilish. Aqlimizni o'zimizningki ko'ngil vasvasalarimizdan himoya qilish. Insonda bo'lsin, insondagi fikr optining asosiy tarafi insonning xohishi. Xohish olmagan bo'lsa insonning, ya'ni o'zining ra'yi, shaxsiy manfaatini chiqish qilgan xohish olmagan bo'lsa, inson har bir bilan fikr jihat ixtilof. Chunki aqlning asosan tep boradigan yeri o'xshash. Chunki aqllan bo'ladi ekan. Alloh insonga bergan bir ne'mat sifatida aql sog'lom aqllan bo'ladi ekan. Buning topadigan yo'linishi o'xshash. Yana takror deymiz, bir odam sog'lom aql ishlatgan vaqtda Qur'on tashabbus qilayotgan, hadis tashabbus qilayotgan narsani topadi. Ammo masala nerda chiqadi? Dal aqlga xohish aralashib olgan vaqtda kichkina bir qissa hikoyadan birisi bor. Insonning o'z xohishiga ergishib turib fikrini o'zgartirganligi haqida. Bir at so'zdek, maqol tamsildek bir so'z bor. Bir ayol bir kechadilam hem qish hem yozda yashagan deydi. Bu nima desa, bu ayolning bir o'g'li bor, to'y qilgan, bir qizi va to'y qilgan. Bu ayol darimishki qizning qish qilib, havo sovuq, uyni illitgan, birini rozi qil deydi ekan. O'g'lining qish qilib deydiki, havo issiq, bak nima qilib ketma, uyga bekinib olma, sirtga chiqib havo aylanib kir deydi ekan. Ya'ni buningdagi hikoyaning tafsiloti bizga maqsad. Demakchi o'g'limiz bir odamning o'zining xohishi odamning harakatini tegizadi. O'zining xohishi, ko'ngil xohishi, bir narsalarni yaxshi ko'rishi, bir narsalarni yaxshi ko'rmasligi, bir narsalarning o'zining manfaati bo'lishi, bir narsalarning o'zining zarar bo'lishi degandek bir ishlar boshqa narsa emas. Ya'ni o'xshash bir vaqt, o'xshash bir o'rin, lekin ayol ikki qizi bilan o'g'liga ikki xil muomala qiladi. Nima xohish masalasi. Şoňaşqa Allah subhanahu wa taala sura Mu'minunninki 71-oyatida bunday aytadi: "Wa la ittaba'al haqqu ahwa'ahum." Agar haqiqat kishilarning xohishiga ergishib, hammadan o'zining xohishini to'g'rilaydigan bo'lib qolsa, ko'ngil arzusini to'g'rilaydigan bo'lib qolsa, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Osmon, zamin, butun dunyo buzilib ketadi. Bu insonning xohishiga quyitilgandan keyinki oladigan natija bu. Ammo Alloh subhanahu va taolo bizni gerçi aqlimiz, agar xohishimiz olmagan taqdirda aqlimiz bizni to'g'ri bir nishonga ep ma'laydigan holatdami? Ammo biz bir xohish deydigan narsa bo'lg'achqa, bizga aqlimizni qo'g'dash uchun, xohishlarimizning oxiridan minib ketmasligimiz uchun bizga payg'ambarlarni avatish orqali, Qur'onni tushirish orqali bizning hayot dasturimizni, hayot nizomimizni, hayot yashash usulimizni belgilab berish orqali bizni saqlab qo'yadi. Bu bizga berilgan ne'matning ustidagi bir ne'mat, rahmatning ustidagi bir rahmat. Aql bizga berilgan birinchi ne'mat bo'lsa, vahiy ikkinchi ne'mat. Aql bizga berilgan Allohning bir rahmati bo'lsa, vahiy rahmatning ustidagi ikkinchi rahmat bo'ladi. Masalan, atrofdagi dunyoga qarab boqadigan bo'lsak, insonlar aqliga tayinib nurg'un nimalarni chiqaradi? Qonun, nizomlarni chiqaradi atrofdagi davlatlarda. Qonun nizomlarni vaqtning o'tishiga ergishib qana qiladi? Tuzitish kerak bo'ladi. Bu yil tuzgan qonunga kelar yili tuzitish kerak bo'ladi. Tuzitish, ya'ni undan keyin yana ahvolga qarab turib, masalalarga qarab turib tuzitish kerak bo'ladi. Balkim 2-3 yilda bir qitim tuzitish kerak bo'ladi, ba'zisiga 5 yilda bir qitim tuzitish kerak, chiqib tuzitish kerak bo'ladi. Biz dastlab tuzilgan qonun bilan buning yildan yilga tuzitish kirgizilgan ahvollarga nazar tashlaganimizda mana bir nuqta bayqaymiz.
Dastlab tuzilgan vaqtda insonlarning, tuzguchilarning, ya shular vakillik qiladigan to'pning, sinfning manfaatini chiqishga asosda bir xil tuzdi u qonunni. Ondan keyin u boshqalarning manfaatini asos qilib turib bir bo'lak odamlarningki tuzilgan qonun yoki tuzumlardan bir masala chiqib mushkula chiqishga boshlaydi. Shundan bilan bular bu mushkulani tuzishni tuzib boradi. Oxirida yetgan nuqtaga qarasak, islomning tashabbus qilgan, Qur'on bizga hayot manzilini ko'rsatgan nuqtalarga yaqinlashganligini ko'ramiz. Yana bu yerda nimani ifodalaymiz bilamizlar? Insonning hayot qonuniyati, shu insonning hayot qonunini urlashtirgan, zot tarafdan urlashtirilgan bo'yicha ma'nosi intayin to'g'ri. Ammo inson o'zining shaxsiy havasiga, xohishiga erishman desa, cho'qim masala chiqadiganligi aniq. Masalan, manda bir savol so'ralgan. Qur'oni Karimda din haqida, islom haqida liyuzhirahu alad-din kulli. Oyatning normal tarjimasi qilgan vaqtda islomni butun dinlarning ustida qilish uchun deydigan bir mazmun bor. Qur'onda mashtada bor, ammo sizlarning dininglar, boshqalar tarafidan musulmonlardan so'ralgan savolda butun dinlarning ustida emas. Navbatda ko'ryapmiz. Dunyoda 7 milliardga yaqin inson bor. Bunun 5'te birisi mesela Müslüman bo'lishi mumkin, qolganlari boshqa dinda. Ya'ni musulmonlar boshqalardan eyishib ketamidi, san jihatdimi degandek savol qo'yilishi mumkin. Mayli Yahudi bo'lsin, qolganlari yoki Xristian bo'lsin yoki Buddist bo'lsin. Endi biz bunga berilgan javob shu vaqtda nima bo'lgan desa, sizlar agar Allohning Qur'oni Karimdagi shu so'zlarining oxirida tilg'ilgan bir jumlasiga diqqat qilsanglar. Mesela İslam din meselesini oturup koyduğu vakitte Allah köpünç vakitte وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ diyen ibaretlerini koşup ekledik. Yani وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ diyen manası İslam çok mutlaka üstünlük girişiyor. Gerçi bunu yaman kafirler yaman köysü mü, müşrikler yaman köysü mü diyen bir ifade. Bu nemin ifadeleydi o dese İslam'ın mutlaka üstün urunluğa çıkışı, İslam'ın etrafında müşrik bahalette buludu, kafir bahalette buludu degen buludu. Unda kalmışsa, eğer etrafta kafir kalmışsa, etrafta müşrik kalmışsa, İslam'da kim yaman kırıdı? Del küfür ehli, meyli müşrik, Yahudi, küfür, Nasara, Hristiyan, Buddhist, hemmisi yaman kögellik İslam'ın mevcudiyetini güçlendirir. Yani İslam'ın hakikat ekenligini ispatlaydı. Kana ispatlaydı? Manda ispatlaydı. Etrafta kafir var, yani İslam'ı yaman kırdıgan. Etrafta müşrik var, İslam'ı yaman kırdıgan. Etrafta Hristiyan var, İslam'ı yaman kırdıgan. Etrafta Yahudi var, İslam'ı yaman kırdıgan. Etrafta Buddhist var, İslam'ı yaman kırdıgan. Etrafta dinsiz var, İslam'ı yaman kırdıgan. Ama İslam takılı vatıdı. Bu bir mesele. Ondan keyin mesela garip devletler desek, en terakki kılgan devletler, garip devletler bir kanununu tüzüdü. Ondan keyin ictimai hayatta nurgun meseleler kelip çıkıdı. Şunu bilen bular özleri tüzgen kanunga tüzdüş kirgizdi. Bayatın degeninde tüzdüş kirgizgen kanunları kadem mu kadem İslam teşebbüs kılıvatkan şekilde yıkılıştı. Lekin bular bu tüzdüş kirgizgen kanun yoki o taraflarga İslam deb turib yıkılışmaydı, belki tüzülme, kanun, devletning kanunu degan nom bilan yıkılıştı. Mana mushuning o'zi nimani ifodalaydi bilamizlar. Yani bular itiraf qilmadi İslamni deyli. Agar itiraf qilib turib, musulmon bo'lib turib, ondan keyin bu tuzilmani o'tirg'a qo'ysa, har qanday odam o'zi mansub bo'lgan, o'zi tava bo'lgan qonun tuzilmani o'zi ching tutadi. Bu hech qanday bir g'ayrli ish yo'q bu yerda, normal ahvol. Har qanday odam o'zining mansubiyati bo'lgan tarafni ching tutadigan gap, uning qonunini maqtaydi. Ammo bular o'zi Yahudi, o'zi Xristian, yoki o'zi dinsiz, yoki o'zi mushrik turib, islomga dushman turib, islomni e'tirof qilmay turib, asta o'zini bo'lib bilmagan ahvol ostida o'zining hayot qonunlarida, davlat qonunlarida, ijtimoiy va boshqa qonunlarida masala 101 emas, chunki mos kelmaydi jamiyatga. Asta, gerçi din degan nom bilan bo'lmasa-mu, din tashabbus qilgan Qur'on bizga bergan ko'rsatmalarga yiqilishib qolganligining
o'zi kuffarninki, din düşmanlarininki o'zini bilmagan asosda islomninki azizligi, buyukligini o'tirg'a chiqqan bir ko'rinish hisoblanadi amaliyotda. Ya'ni islomning ahkomlarining asli insonning hayotiga mos keladigan, musulmonlar jamiyatiga mos keladigan ahkam ekanligini isbotlaydi. Ya'ni oxirisi bularning qilgan nima desa, insonlarning masalasini hal qilishda Qur'on o'tirib qo'ygan tashabbus, Allah bizga buyurgan ko'rsatmadan boshqa hal chora yo'q deganni bizga isbotlab berdi. Garchi ularga iymon etmagan taqdirdimi? Iymon etgan odamlarning islom ta'limotini tatbiq qilishi ayron qilarlik emas. Ammo iymon etmagan odamlarning shu yerga yiqilishib qolganligi, kelmayman deb turib yiqilishib qolganligining o'zi dal bayotdan qo'yatdiki, liyuzhirahu alad-din kulli. İslamningki butun dinlarning ustiga chiqadigan bir ifodalanish nimasi shakli. Yani bu İslam'ın tuzulmasının ne kadar güçlülük, ne kadar to'g'ri ekanligini. Mesela onun iman etişemez. Mesela ahırda unutmayı durup kısılıp şu yerga berilib qolish. Xuddi men bir misal alsam, men bir ishni o'tirib qolib tashabbus qilib bir xil yo'lda mangsam, yani bir hamroyim ya unda emas deb bunda qilib, o'zining gapida cho'ntidi. Ikkilan o'zimizning yo'lda mangdik. Ahir menish yo'llar jarayonida nurg'un qiyinchiliklar, xatoliklar yuz berib, asta yani men degan yo'lga kelib qolgan bo'lsa, garchi mening gapimni anglamasdinmi? Nima bo'ladi oxirida? Mening gapimning to'g'riligi o'tirib chiqadi. Masala ashta shaklda bo'ladi. Bugungi kundagi dunyodagi davlatlar qonunini tuzadi, u yerga gapiradi, bu yerga gapiradi, 30 kirgizdi, bu 30 kirgizdi. Oxirida qarab baqsak, islomga yiqilishib qolganligini, islom tashabbus qilayotgan sistem tuzilmaga yiqilishib qolayotganligi. Bu islomningki hamma dinning oldiga chiqqanligi, uni par turib, dinning dushmani turib, bizning qonun dasturlarimizning to'g'ri ekanligiga o'zimiz bilmasdan, his qilmasdan, sezmasdan guvohlik bergan bo'ladi. Bu. Masalan, Italiya desa, islomning shu taloq tuzilmasini ayol o'tirida kelisholmaslik yuz berib, bir uy tutish imkoniyati qolmagan vaqtida er kishi ayol kishini taloq qilish orqali uy ayriladi. Buni ayblab ayollarning haq huquqiga daxl yetkazganlik degandek bir aytlarni qilgan Italiya yuz berayotgan o'zidagi oilaviy masalalar, oilaviy qiyinchiliklarni hal qilishning oxirisida ayol kishini taloq qilib, masalan, oilani buzish to'g'ri kelib qolsa, ayriydigan bir shaklga ba'da oxirisida bir. Bular buni yo'lga qo'yishi, yani ajrashishni yo'lga qo'yilishi islom deganligi uchun emas. Amma ularning masalalari shu orqali hal qilinmaganlik. Ya'ni o'zi bilib bilmay, to'yib-to'ymay islom o'tirib qo'ygan oila tuzumiga berib qoldi masalan. Amerikada nechinchi yillarda haroqqa qarshi harakat, ya'ni haroq ichmaslik harakati qo'zg'adi. Haroqqa qarshi haroq ichmaslik harakatini qo'zg'ishi islom harom qilganligimi? Yo'q. Bularning real hayoti, sog'lomlik, hayot sog'lomligi shuni talab qilib qoldi. Demek bular maşta yıkılışıvatıdı. Velev kerihel kafirun, velev kerihel müşrikin ki İslam'ını şunca yaman görüdü. İslam'ı şunca öç ama mecbur yıkılışıp kaldı. İslam'ı işini turup emez, şenmeyi turup yak bağmaydım dep turup İslam'ı yıkılışıp kaldı. Bunun özü İslam'ın ki ahiristen bir ifadeleydi. Muhammed'in büyük din tüzülmesininki insanın hayatıga, yani şaradaki insanlar cemiyetinin ıslahıga en maskılıdığan din ekanligini ispatlaydı. Çünkü insanı Allah yarattı, insanın mücazini Allah'a abdan bildi. Şuna bu insanın ibaret murakkab mahlukning hayat tüzülmesini çokum yasog'uchisi belgilemese özü belgilep bulanmaydı. Şu ayette, bugünkü ayette Allah subhanahu wa ta'ala nima deydi? فَاِنْ زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ degene mesele aydınlaşıp İslam'nınki haqiqiy to'g'ri din ekanligi, tuzilma jihatdan insoniyat jamiyatiga eng to'g'ri qiladigan tuzilma ekanligi aydınlaşıp bo'lgandan keyinmi, ya'ni o'zingizning yo'lni o'zingiz tutib mangsanglar, boshqa yo'lga chiqib ketsanglar, bu to'g'ri istiqomatdan chetlab ketsanglar, fa'lamu annalloha azizun hakim. Vaqtda o'zingizga qolmaydi. Alloh g'olib, Alloh hikmatlar ish qiluvchi. O'zingiz bilishinglar kerakki, biz bu yo'ldan boshqa yo'lga chiqibmi bir narsaga erishalaymiz deb o'ylamanglar. Chunki oqibatda qaytib qayrilmaydi. Alloh bo'ladi, Alloh
g'alaba qiladi, g'olibki mag'lub bo'lmaydi. Alloh bizning ishlarimizni rahmat, hikmatlar o'rinlashtirgan. Şuna bu noktada asli Allah'ın bizge mehribonlikligi sifatida qarashinglar kerak edi. Tushunmadinglar, qishinglarni kutinglar sizlar deyapti. Şuna keyindagi oyatda bunga mas shaklda 210-oyatda hal yanzuruna illa ayyatiyahumulloh fi zulalin minal ghamam wal malaika wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'un. Çünkü mesele aydınlaşıp ketdi. Dinning ishonmagan taqdiringda sen din o'tirib qo'ygan tashabbuslarga yiqilishib qolgan. Masala oydinlashdi. Endi yana boshdoqlik qilsang, bo'yni qatiqlik qilsang, qarshi chiqsang, yo'ldan chiqsang, nimani kutsa endi? Shu qiyomatni kutsa. Hisobotni kutsa, jazoni kutsa. Hal yanzuruna illa ya'tiyahumullohu fi zulalin minal ghamam. Yani Allah bir top bulut arasida keladigan ahvol o'zgaradi. O vaqtda qiyomat bo'ladi, osmon zamin o'riladi, cho'riladi, quyoshlar o'tirib yeriladi, yulduzlar to'kiladi, zamin yeriladi, osmon eshiklari ochiladi. Ma vaqtda val malaikatu Alloh keladi, ishing tugagan bo'ldiki va qudiyal amr. Masala bitgan bo'ladi. Va ilallohi turja'un. O vaqtda hech kim ixtiyori qolmaydi. Hamma ish Alloh tarafiga qaytariladi. 210-oyatning mazmuni bu. Ya'ni mesele bu kadar aydınlaşıp özlerininki o yaga bu yaga menep bakıp ahirista İslam teşebbüs kılgan şu teşebbüslardan sırtığı çıkıp gitemeydiğanlarını bilip boğandın keyin yani azgan bolsa nemi kütüden bu hesapını kütüdü başına esemez. Hesapını kütüdü. Hesap günü sökülüdü. Allah subhanahu wa ta'ala nayte hayvet kirdi. Mayadaki fi zulalin minal ghamam degeni bulut bir top bulutning ichida keladi degan shakl tarjima qilib, mayadaki masala hayvet keladi. Buni kutsin. Ammo yani mushunum Allah subhanahu wa ta'ala insonlar shunday rahim qilganki, boshlar tuyuqsiz gap qolmaydi. Boshlarning oldida, yani qiyomatning oldida kichik alomatlar va cho'ng alomatlar va taki Quyosh mag'ribdan chiqqanga qadar bu kichik cho'ng alomatlarning hammasi yuz beradi. Bu bizga berilgan keynimizga yenib olish bir prosesdir. Nimashqa vallohning rahmati yana bizga nisbatan yani o'zini topib olsin, yo'lni bilib olsin, xatolarni tunib olsin. Yani demak, tavbaning ishga davom uchoq. Ta quyosh mag'ribdan chiqqanga qadar. Yani bu yerga vaqtda biz shuni his qilishimiz kerakki, bular amzada nimani kutidi hamdi. Bularning islomga umumiyuzlik, islomning hamma tarafiga itoat qilgan shaklda kirishdan nima to'sidi bularni? Nimba hamdi bog'dak, nimba hamdi. Ya'ni masalan birisi bilan biz bir yerga mansab, hamma ishlarni bitirib, ijroatlarni qilib, hamma ishimiz tugagandan keyin to'xtab tursa, endi nimani saqlaymiz hamdi? Deymiz emasmi? Bu nima desa, hamda qolmadi oldimizda boshqa o'ylangudek, tushungudek ish qolmadi, hamma ish masala oydinlashdi. Dinga kirishdan boshqa yo'limiz qolmadi. Uningga kirmagan ahvol ostida biz hisobotni kutishimiz kerak. Qiyomatni qanday qilishimiz kerak, kutishimiz kerak. Hal yanzurun, yani nimani kutadi? Faqat bunning oldida keladigan qiyomatga Allohning bundan hisob elishi. Bunning kutadigan atrofidagi muntazam harakat qilayotgan dunyoning ritmining buzilishi, quyoshlarninki o'tirdan parchalanib yerilishi, yulduzlarning tushib ketishi, zimindagi koinotga hamma narsani qanday qilishi, vayron bo'lishi shu vaqtida o'zini Robbining oldida ko'radi, buni kutadigan mushrik. Ammo uningdan ilgari bular asli fursatni chang tutish kerakdi. Fursat qo'ldan ketishdan ilgari qaytib olishi kerakdi. Ammo nima uchun qaytmaydi? Nima uchun kechiktirdi bular? Zodi buni kutadigan nima? Buni kutadigan nima? Endi bu oyatda Alloh subhanahu va taolo xuddi bizga insonning xarakterini bildiryapti, tushuntiryapti. Inson nurg'un jihatda ixtiyorliksiz va ma'lum jihatda ixtiyorli bilan yaratilgan bir maxluq. Insonning dunyoda ixtiyorli qova yo'l tanlashda.
İnsandan insan buluş, qanday insan buluş, dadasından kim buluş, anasından kim buluş, o cəhətdə ixtiyarlıq yox. Amma insanın dünyada qanday yol tanlaşı insanın ixtiyarlığıdır. İslamğa kirmə. Günah məsiyyətini qılma. İnsanın tamamen ixtiyarlığıdır. Allah bizə dəvət edir ki, şu ayətdə bunun ixtiyarlığı qaçan tügəydi? Şu Allah malaikeler bunun aldığı hesabat ağılı kelgan vaqtida, hesab ağılı kelgan vaqtda bunun ixtiyarlığı tamamen tügəydi. Məxluqның bütün huquqi, məxluqatның, insanların bütün huquqi əp taşlanıdı. İşinin həmmisi kimnin quluğu uydudu? Allah subhanahu wa ta'ala'nın quluğu uydudu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın quluğu uydudu. O vaqt acayip qorqunç bilan keladi. Ma oyatda bir ifoda qo'lnuqliq diqqat qilsanglar, fi zulalin minal ghamam, ghamam bulut degan ma'noda. Zulal bir top tog'dek bir dolqun top holatni asosli soy degan ma'noda, ya'ni bir top holat. Ya'ni inson o vaqtda bak tuyuqsizlik his qiladi. Bak qo'rqinchli bir hodisa. Bundan qo'rqapti. Chunki dunyoning hammasi yo'qoladi. Qo'rqinchli ish bo'ladi. Ammo bu qo'rqinch ikki xil kishilarga nisbatan farqli qo'rqinch. Mu'minlarga nisbatan qo'rqinch emas. Chunki mu'minlarning iymon etishi dal shu qo'rqinchli kundan tufaylidir. Biz mu'min bo'lishimizdan shu kunni kutyapmiz. Shu kunda qo'rqinch bo'lganligini bilamiz, ammo ular uni o'ylamaydi. Bir ishni o'ylab kutgan odam bilan o'ylab kutmagan odamga nisbatan bo'lgan ta'sir o'xshamaydi. Shunga o'xshab inshaalloh bizga nisbatan Alloh subhanahu va taolo saq salomat o'tib kelishga nasib qilsin. Ammo ular faqat o'ylamagan. Undan kun bo'ladi o'ylamagan. Shunga o'xshab bular favqul oddiy ig'ir darajada cho'chiydi, chunki ular uni faqat va faqat qanday qilmagan, o'ylashmagan. Oyatning oxirida qudiyal amr degani shu kunisi kelgan vaqtda, shu qo'rqinchli qiyomat kunisi kelgan vaqtida qudiyal amru ishning hammasi bitgan bo'ladi. Insonga berilgan ixtiyorlik elevelingan bo'ladi. İnsana berilgan ixtiyorlik elevelingan bo'ladi. Bu yerdagi huquq, buyruq shu kunida ishning ochqish masalasi faqat va faqat Alloh subhanahu va taolaning qo'lidan bo'ladi. Hamma narsa bitgan bo'ladi. İnsanlardan mushkunni kutadi hozir. Asli shu kun kelishdan ilgari yenivilish fursati bor vaqtda qana qilish kerakdi? Yenivilish kerakdi. Ma fursatni qo'ldan bermaslik kerakdi. Ammo shu kunni kutadi. Halbuki o kunda insanın fursat olmaydı ve ilallohi turja'ul umur. İşlerin hammasi Allah tarafıga qaytarıldı. Hech kim hech nima uyg'lanmaydi. Ma oyatda yana bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor qarindoshlar. Oyatda boshqa oyatlarda ishlar Allah qaytardi degan ma'noni ifodalashdan ba'zi tarji'ul umur degan ifoda qo'llanildi. Bu vaqtda tarjimasi ishlar Allohga qaytdi degan ma'noda bo'ldi. Bugungi o'qiyotgan oyatimizda turja'ul umur deydi. Yani iniqsiz şekilde qayturludu. Qaytidu bilan qayturluduninki bizga beradigan hozirgi farqliq ifodasi nima desanglar, erkinlik, huquq shu kunida fursatlarning hammasining tamoman ip tashlanadiganligi hatta turja'ul umur ki ishlamu hatta Allohning ilkiga o'tidi. Ularning o'z ixtiyori qolmaydi, qaytariladi degandek bir ma'noni bizga qanday ifodalab o'tdi. Undan keyin 210-oyatda bu masala haqida Alloh subhanahu va taolo bizni eskartib qo'ygandan keyin bir bilik ilgari o'tgan ummatning bir bilik odamlar bizga misol qilib, hamda agar sizlar yana bu haqda shubhanglar ikkinish olsa, so'rab boqinglar. Deydi: "Sal bani Isroil kam ataynahum min ayatin bayina وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." Beni İsrail'den so'rab bakınlar. Buluğu qanchalik delil pakit berdi. Buluğu qanchalik tushuntirib ketdik buluğa. Qanchalik masala aydınlaştı bunun qaşida. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. Allah'ın nimeti kelib, Allah'ın merhameti kelib. Şuncha güzel talimatlar, yetaklaşlar kelib bo'lgandan keyin yana buni o'zgarsa, فإن الله شديد العقاب ki Allah'ın azabı intayin nimo. Allah subhanahu wa taala ma ayette Banu İsrail to'g'riliq bizga so'zlamayapti. Nima deydi? O'zing so'ramayapti. Odatda biz turmushlarimizda qo'lnimizga
Palanın sohbaqqa qanday qiptimi deymiz. Degine bu tulub taşqan bir işençning gepi. Hatta qarış tarafdan bunu to'liq e'tirof qiladi degan bo'ladi. Alloh payg'ambar islomga da'vat etdiki, Banu Isroildan so. Allah bulg'u bergan ne'mat qanchalikka. Buningni so. Banu Isroil shu darajada Allohning ne'matiga erishganki, bugun inkor qilay deb muqana qilolmaydi, inkor qilolmaydi. Masala qarshi tarafdan chiqsin demakchi. Masalan, biz masalani o'zimiz bayon qilsak, ishga dam o'tirib bergan ishda. Belkim xatolik olishi mumkin bizga inson bo'lish suhbatimiz bilan. Ya'ni qarshi taraf bunga nisbatan boshqa qarash mumkin, ammo so. Masalani mendan so'may, o'zdan so, o'zida so'n degani masalaning naqadar kuchli, naqadar aniq oydin masala ekanligi, hatto qarshi taraf buni inkor qilmaydigan darajada ekanligini qanday qilib da'vat. Bu oyatdimi? Dal shu xil ifoda qo'llangan. Oyatdagi kam degan bir ibora bor. Buni arab tilida qanchalik deb tarjima qilamiz, ammo birdigan uqumi ko'p narsalarni ifodalashda qo'llanildi. Masalan, men birga nayt ko'p yaxshilik qilgan bo'lsam, oxirsida u menga yomonlik qilgan bo'lsa, men sana qanchilgan yaxshilik qilib ketdimmi? Bugun kunda qaytirgan javobim mushumi? Men seni qanchalik hurmatladim, masalan. Men sen uchun qanchalik jafo tortdim. Bularning hammasi sanoqsiz ma'nosini ifodalaydigan so'z. Oyatdimi Banu Isroilga qanchalik ne'matlarni berdi? Buni o'zdan so'rab boqma. O'zdan so'rab boqma da'vat. Ya'ni bu yerda bizga Allohning ifodalamoqchi bo'lgan bir misol, yaxshilikni elib, sana yomonlik qilgan odamning nimasi misoli. Sendan uzluksiz yaxshilik qiladi, ammo yaxshilikni inkor qilib, seni boshqalarga qanday qiladi? Shikoyat qiladi. Sen deysenki, "Voysul uni buni qilibla, anda qilibla, bunda qilibla, sizdan og'irnibdi" desa, o'zini bir so'rab boqma, men nima ish qilibman unga. Qanchalik yaxshilik qildim, o'zini so'rab boqma, degandek gapni qilamiz emasmi? Shunga o'xshaganlam gap yani. O'ylab baqsa, Banu Isroil inkor qilmaydigan haqiqatlar keyinda million kishilik qo'shin tutiblam qolib qolsa, bular tugishdigan bir darajada qo'rqinch qolgan vaqtda buni oldida dengiz yerildi. Musa alayhisolamning hassi tirik bir yilonga aylandi. Çölde bulut bularga soy tashildi. Aç qolgan vaqtda hech qanday jafo tortmasdan manni bilan salva, ya'ni bödünlen taranjibin bular osmondan tushibdi. Bularning hammasi bularga berilgan Allohning ne'mati. Ammo bular Allohning ne'matiga shukr etmadi. Allohning g'azabi tushdi. Ocharchilik, qurg'oqchilik, pitopti, paqopti masalan, qon jazo bilan orqali jazolash qatorliq hammasi berilgan ne'matlarningki qarshiligidagi noshukirlikning jazosi sifatida bularga qanday qildi berildi. Endi Alloh bu oyatda ummati Muhammadiyaga xitob qiladi-ki, so'ranglar. Qaranglar, bilinglar, ularga qanchalik ne'matlarni ato qildik, ular uning qarshiligida qanday muomala pozitsiya tutdi, biz ularning berilgan ne'matlarini tatib oldik, qanchalik jazo berdik, buni ko'ranglar da'vatdi. Ya'ni bu sizlarga nisbatan bir qiyos. Sizlarning masalanglarmi shu? Allohning zimindagi prinsip masalasi shu. Prinsip masalasi shu. Ne'mat berildi, Allohning rahmati berildi. Bu ne'matni qadrlab, buni ching tutish, buning shukr aytish, bu ne'matni ko'paytirib, ziyoda qilib davom qilsa, aksi taqdirda bu ne'mat qo'limizdan elinadi va ig'ir darajada qana qiladi jazo. Chunki ne'matga erishgan odam bu ne'matni bergan zotga shukr etishni unutmaslik kerak. Bergan ne'matini ishlatib turib, uningga qarshilik qilmaslik kerak. Agar aksi yo'l tutgan bo'lsa, Allohning ne'matini yeydi, Allohning ne'matidan huzurlanadi, Allohga qarshi ish qiladi. Allohga uning shukr etish oyoq tutsin, qarshi ish qilayotgan bo'lsa, oxirida qanday qiladi? Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allohning azobi intayin nima qattiq. Boshqa oyatlarda alohida tilga oladi bu masalani. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra. Allohning ne'matini kufrga o'zgartirdi deydi. Demak, jo'g'ini shuki, Allohning ne'mati asli shukri qilinishi kerak, tashakkur bildirilishi kerak. Bular inkor qildi. Bu ne'mat badaliga iymon aytish kerak, bular kofir bo'ldi. Shunga bundan hammasi qanday qilindi? Tashlandi. Ya'ni shadidul iqob oyatning oxiridagi ig'ir tahdid shaklidagi
kelgan oyat Allohning azobi qattiq degandan ko'pinchimiz yoki bir qismimiz oxiratning azobi deb tushunib olishimiz mumkin. Oxiratning azobi bo'lib qolsa, agar butun Allohga qilgan noshukrlikning hammasining jazosi oxiratda ham qoladigan bo'lib qolsa, balkim oxiratni yiroq sanab hamda hozircha bo'lmagan ekan, qachon bo'ladi, hozircha yashab turliya deydigan yoki oxiratga iymon etmagan g'ayri mu'min bo'lgan kishilar bunda azoblanmay xatoligiga qarata, jazolanmay o'tkazgan jinoyatiga qarata ketaversa, bir fitna bo'ladi. Mu'minlar da qarab boqib, "Tavma odamlar qilganini qilaverdi, aytganini aytaverdi, hech jazolanmadi. Biz iymon etdik deb oxiratni deb uni qilmadik, buni qilmadik. Ish bunda bo'ldi, lekin biz mushtaq qoldik. Mavla qilganini qilaverdi, zulm qildiganlar qilaverdi, o'ltirdiganlar o'ltiraverdi, sulaydiganlar sulaverdi. Hech bular jazosini chekmaydi ya" deb mu'minlarning iymonida tavrinish bo'lib qoladi. Bu yüzden cho'qim jazo ikki xil bo'ldi. Dunyoda bir birliklari bo'ladi va qiyomat kunisi bir birliklari bo'ladi. Bu xil ahvol, zolimning zulmiga qarata jazolanishi, ne'matga inkor qilgan, shukrsizlik qilgan tuzkorlarning ahvoli dunyoda bo'ladi, oxiratda eng qattiq bo'ladi. Dunyoda jazolangandan keyin har qanday zolim, buningda musulmon kafir farq etmas. Zulm masalasida, Allohning ne'matiga shukr qilish masalasida musulmon kafir farq etmaydi. Mayli musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, masalan, kafir Allohning bergan ne'matiga tanib iymon etish kerak. Iymon etmasa cho'qim jazoni dunyoda. Mu'min o'zidagi butun berilgan ne'matlarga qarshi shukr etish kerak. Boshqa zulm qilmaslik kerak. Agar ashta bo'lib qolsa, mu'minmi o'zining qilgan zulmining jazosini, tuzkorligining jazosini mu'min kafir farq etmas. Dunyodan bir-birlariga jazolanadi va cho'ng jazosi oxiratda. Dunyoda buning tatgan jazosiga qarab, andan keyin shu xil zulmni qilayotganlar yoki qilmoqchi bo'lganlar, shu xil shukrsizlikni qilmoqchi bo'lganlar yoki qilayotganlar sal o'zini qanday qiladi? To'xtab bo'ladigan gap. Dunyoda bir qismi tushdi. Qiyomat kuni eng cho'ng va ahallu qawmuhum daral bawar jahannam yaslawnahu bi'sal qarar. Qiyomatning jazosi eng og'ir Sura İbrahim'nin nechinchi oyati? 29-oyati. Bu oxiratning jazosi. Ammo dunyoda bular jazosiz qolmaydi. Ya'ni zulm qilgan odam, masalalarda noshukirlik qilgan odam musulmon bo'lgan taqdirdami qiyomat kelishdan ilgari jazolanadi. Bu jazo orqali kishilarning ichidagi mush xil jazoni gunohni qilayotgan yoki qilmoqchi bo'lganlar o'zini sal to'xtatib oladi, sal keyniga chekinadi. Dünyanın hayat ritmi normallanadi. Bu Allah subhanahu wa ta'alanınki kanunuydu. Şuna biz manda bir dualarını anlayımız. Selip salihlarının ba'zisi. Mana dua qiladi selip salihlar. Ey Allah, mademler ahiretini bek yiroq qilib qoldi. O'zlarininki halim sifatlari bunu sel xudini yo'qitib qo'ydi. Bularni egri jazolasıl deb mana bir qiladigan duodir bor. Dunyo qiladigan duo. Chunki butun jazolar oxiratga ham tashlab qo'ya olsa, dunyoda hech kim jazolanmasa, ahvol buzilib ketadi, fitna bo'lib ketadi, hatto mu'minlar o'zining iymonidami tavrab qilishi mumkin. Shunga Allah subhanahu wa ta'ala jazoni ikki xil qilgan, dunyodagi kichik jazo va oxiratdagi buyuk jazo. Qur'oni Karimda Allah subhanahu wa ta'ala Sura Tahada "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka" qarama. Qanday odam bu yo'ldan chiqsa, buning egri turmushi bor, azobli turmushi bor degan cho'qim jazosini tatadi dunyoda. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, ki qiyomat kuni uni a'ma shaklda hashir qilamiz. Ya'ni jazo dunyodan bo'ladi, oxiratdan bo'ladi. Dunyodagi kichik, oxiratdagi buyuk bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bizlarni o'zining to'g'ri yo'ldan chetnemaydigan, to'g'ri yo'lda mangadigan kishilarning qatoridan qilsin. Dunyo oxiratda Allah subhanahu va taolo bizni azobidan saqlasin, rahmatiga nail qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.